Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilar, azizlar, xudo xolasa bugun yangi zakazimizni ham xudo o'z nihoyasiga yetkazib oldik. Bugungi zakazimizga ko'rib turganlaringizdek juda ham chiroyli bo'lgan plastik romlar hamda alyumin eshiklar. To'xtalib o'tishimiz arziydigan narsalari bor, chunki deganda Shotlandiya profillaridan juda ham chiroyli qilib taxlab qo'yib berganmiz. Mana bu tomonimiz ham to'la deraza romlarimiz hammasini ichiga erinmasdan bittama-bitta taxlab qo'yib berganmiz. Altoplast 6000 seri 4 kamerali plastik profilimiz. Har xil razmerlardagi deraza romlarimiz. Bitta-bitta to'xtalib o'tamiz qo'ldan kelgancha azizlar. Xo'sh, birinchidan mana shu ko'rib turgan derazamiz balandligi 1.60, eniga 1.35 razmerdagi derazamiz. Plastik Sheffield svetdan juda ham chiroyli svet azizlar. Yaqindan ko'rsatib berib o'tamiz. Mana svetini ko'rishingiz mumkin. Sizlarga erib ko'rsatib beramiz. Mana azizlar, Sheffield svet. 1 metr kvadrat azizlar 850 ming so'mdan sizlarga kelib tushadi. Bularga plus mana bu ishlarga Shotlandiya profillaridan taxlab berganmiz va 200 ming so'mga двойный mexanizmi qo'shilgan. Kvadratdan tashqari azizlar. Shunga yarasha deraza romimiz ham chiroyiga chiroy qo'shilgan. Oynalarimiz esa oq paket oynalarda tayyorlangan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu derazamiz ham xuddi shu razmerda, faqat ikkita ochilgich tushirib berilgan. Ikkalasi ham двойный mexanizm bilan moslashtirilgan. Bu tomonimizda Tashkentskiy fasondagi derazamiz. 1.60 ga 1.80 razmerda derazamiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan azizlar. Ichidagi gullari biriga bir chiroyli vid berib turibdi. Zakazlar bo'lsa bemalol hech ko'rishingiz mumkin. Ikki chekkada ikkita ochilgich tushirib berganmiz. Ikkita ochilgich ham двойный откроенida ochilgan bo'ladi. Chiroyli svet va guli ham shunga yarasha juda ham chiroyli. Xudo xolasa ertaga uстановkaga ketamiz. Zakazlar bo'lsa bemalol olqich qo'rasa. Bu deraza romlarimiz bo'ladigan bo'lsa, hozir eshiklarimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Eshiklarimiz alyumin akfa profildan tayyorlangan, 11 lik qalin usilini balkon profildan tayyorlangan, high-tech fasonida yasab qo'yilgan. Xo'sh, oynamiz ham sploshniy bo'lgani uchun juda ham chiroyli vid bergan. Eshigimizda ham mustahkamligi ham chiroyi ham bittada bo'lgan eshik mana shu bo'ladi. Balandligi 250, eniga 1.20 razmerdagi ikki tabaqali standart eshigimiz bu. Sheffieldskiy alyumin profildan tayyorlangan. Eshigimizga 5 ta naq 10 ta oshmosh akfani o'zini petlaridan qo'yib bergan va akfani o'zini katta ruchkalaridan va rolik zamoklaridan qo'yib berilgan. Bemalol ishlataverasiz. Zakaz bo'lsa aloqa qo'yingizlar. Va yonboshimizda xuddi shunday 1.20 ga 2.20 razmerda eshigimiz. Bu ham high-tech fasonda yasalgan. Xo'sh, bularimizni ham profillari katta akfani o'zini profillaridan ishlatilgan. Kvadrat metrlarni kelishtirib yasab beraveramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarxon tumanida. Zakazlar uchun nomerimiz qoldirilgan. Ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqingizlar akalar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, videomiz kommentida yozib qoldirishingiz mumkin. Qiziqarli ma'lumot yana ham kerak bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, birinchilardan baho berib boramiz. Chunki deganda bizlarda mana shu eshik romlarimizni to yasalib, ertaga xudo xolasa o'rnatamiz. O'rnatishgacha bo'lgan jarayonni sizlarga tanishtirib berib o'tamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik.